Davom etamiz. Bir muddat avval aholi murojaatiga ko'ra, Farg'ona viloyati Yangi Marg'ilon shaharchasidagi ayrim yo'llar ta'mirtalab ahvolga kelib qolganligi haqidagi reportajni efirga uzatgan edik. Muxbirimiz Ahror Ziyodovning xabar berishicha, tanqidiy reportaj efir yuzini ko'rgandan keyin manzilda muammoga yechim topilib, ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Hozir shu haqda Fuqarolar murojaatiga asoslanib shaharchadagi asfalt muammosini tasvirga tushirgan edik. Bu yerdagilar yillar davomida yo'llar tekislanmagani natijasida turli ko'ngilsizliklar kelib chiqayotgani haqida so'zlagandilar. O'sha ish qilingan asar o'shandan turibdi. Piyoda yo'lagi sifatini yo'qotib borayotgani, mavjud yo'llar esa belgilangan talablarga javob bermayotgani haqida ham so'z borganda. Mana shu yerda bir kunda ham joyxonamiz mana shu yerda ishloq mashina urib ketdi. O'ldi o'sha. O'shanda biz yo'l sohasi mas'ullari bilan uchrashib, aholining muammolarini bayon etgan hamda mazkur yo'llarni obodligi haqida savol bergandik. 4 kilometr qismi to'liq, o'zi yo'l 4 kilometrli to'liq asfaltlashadi. Oradan bir muddat vaqt o'tdi. Biz Yangi Marg'ilon shaharchasi tomon bordik. Maqsadimiz o'zgarishlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rish. Ma'lumotlarga qaraganda Yangi Marg'ilon shaharchasini o'zgartirish maqsad qilingan. Aholi e'tiroz bildirgan muammolar yechim topdi. 16 milliard so'm mablag' ajratilgan Yangi Marg'ilon shaharchamizga. Birinchi o'rinda asfaltlarimizni mana bir necha yillardan beri fuqarolarimizdan murojaatlar kelib tushib boshqa deb bo'lgani sababli bu 4 kilometr qismi asfaltlanadi. Ha, bu manzilda hozirda faoliyat boshlangan. Eski asfalt maxsus texnikalar yordamida olib tashlanmoqda. Shaharcha boshidan asfalt qilib kelinmoqda. Qolaversa, yo'lning ikki tomonida piyodalar yo'lagi qurilyapti. Imkoniyati cheklangan shaxslar ham mana shu yo'laklardan erkin harakatlana oladi. Yo'laklar kechqurun sayr qilamiz, biz qariyalar yuramiz. Shu yo'laklar obod bo'lganiga qariyalar rahmat aytishyapti. Yo'llarimiz 83-yilda bo'lgan ekan. Mana hozir bo'lyapti, hamma xursand. Ariqlarimiz, asfaltlarimiz bo'lyapti, svetlar totirildi, hamma yo'l bo'lyapti. Mana shaharchada yana bir yangilik. Mana bu istirohat bog'i bir vaqtlar xarob ahvolga kelib qolgan edi. Mas'ullarning ko'magi bilan bu yer obod bo'ldi. Aholi erkin dam olishi mumkin. Mana fontanlar yo'q edi 89da, yo'q mana 25-yilda mana fontanlarimiz bo'ldi. Bog'da chiroyli obodonchiliklar yaxshi bo'lyapti. Haydovchilarni noto'g'ri avtomobil haydashi oqibatida mana shu manzilni o'zida juda ko'p marotaba avtohalokatlar ro'y bergan. Bugun esa unday holatlar yuz bermayapti. Sababi bu yerning to'rt tarafiga ham svetofor o'rnatilgan. Bu fuqarolarni quvontiryapti. Bir so'z bilan aytganda, efir sahnasiga olib chiqqan muammoli lavhamiz yechimini ko'rsatyapti. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.